Chiroyli ko'rinish, paradoks, eski Maslazavod, Buxoro shahari. Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari, juda ham bir zo'r kvartira tushgan. Siz uchun chiroyli suratda chiqarishga harakat qilaman. 3 xonalik plus podval. Qolgan ma'lumotni kvartiramizda aytaman. Sababi shoshilyapman. Juda ham chiroyli kvartira chiqqan. Like bosamiz, ketdik. Kvartiramiz ham kvartira hovlini taftini beradi. Chiroyli suratda nasib bo'lsa harakat qilaman. Narxini ham sizga chiqarib berishga. Mana shu sanayotgan eshiginglar hammasi xonalar soni. Faqatgina ikkitasi sanuzil. Sanuzildan boshlaymiz. Bitta ko'rsatasiz. To'liq 100% kafel razdelniy plus sizga ana shu holatda ariston bor. Bolalar uchun ajratilgan xonasi. Dars xonasigacha qilib qo'yishgan uyimizda egalari. Mana shunaqangi chiroyli dars xonasigacha qilib qo'yishgan. Bu albatta yoqadi sizga 100% aboydan chiqarib qo'yishgan. Duxkontor kotyolisti beradi keyin. Demak, juda ham qimmat xonadon, lekin narxini arzon chiqaraman. Siz zal istadingiz. Men siz istagan zalni topdim. Mana sizga zal. Narxini xudo xolasa zo'r qilib chiqaraman. Video davomida aytay, 77 ming so'rashyapti mana shu xonamizda. 110 kvadrat metr oladi plus sizga 30 keyin o'zjon. Demak, mana bu katta xo'jadan to'g'rida spalnyamiz. Spalnyani qaragin, zaldan katta. Ana shunaqangi chiroyli hammasini siz uchun qoldirib beraman. Kelsangiz kreditga ham qilib beraman. Faqat srochniga telefon qilasiz. Demak, katta prixojniy shkaflarimiz mana bunaqangi stroyni deydi. Shundoqqina devorni o'ziga o'rnatib qo'yishgan. Yana bir narsa, bu sizga 4-xona desangiz ham bo'ladi. O'tirib ovqatlanish sharoiti hamda kuxnya sharoiti. Xolodilnik, mebel, texnika, duxkontor kotyol bitta ko'rsatsam, buni qarang. Qavati 2-qavat. Hammaga yoqadigan qavat 2-qavat. Mana bu yerda stiralkasi, komfortkasi, mana shunaqangi aurani beradi, katta panorama derazasi. Hammasi yoqadi sizga, kreditga ham qilib beraman. Ozodjonga ham bitta like bosasiz, shuncha xizmatingizni qilyapti, mehnat qilyapti, xudo xolasa sizga mana shu kadrni chiqarib berish, effektivni chiroyli efir orqali, kadr orqali baraka qilinadigan holatga olib kelib qo'yish Ozodga tegishli. Albatta like bosasiz, yaqiningizga tarqating. Buxoro shahar paradoks, yo bo'lmasam eski Maslazavod, beta chay bilan ham kirib bo'ladi. Bu tomondan Krasniy dacha. Shundoqqina kanaldan o'tsangiz chap qo'lda shu kvartiralarning boshlanishi, dom qavatlarning boshlanishi 2-qavat, 3-qavatlik imoratimiz, qo'shnilarimiz juda ham zo'r. Parkovka, bolalar maydoni, masjid, o'qish joylari, bog'cha, bozor hammasi bir qadam sizga yoqadi. Yaqiningizga tarqating, shahar markazidan zo'r kvartira siz uchun. Like bosing, o'zingiz asrang, salomat bo'ling.